Sizgerlendi yasagan soğuq seni yaxshi ko'rmaydiganlar yo'q deyman. Yaxshim sizlarga Almas ustam. Bugun 5-qism so'uq seni o'rganib chiqamiz. Tafsili ko'rib foydalanib qolsanglar bo'ladi. Qizil sabza, tarxamak, zigirlan shansiyat tayyor qilib olamiz. Oldi bilan zigirlanni o'tirdan 2 qilib, ko'tik va qattiq yerini elib o'tamiz. Undan keyin inchga sir qilib to'g'rab tayyor qilib olamiz. Zigirlan to'g'rab bo'lgandan keyin cho'qim so'uq suv chilab qo'yamiz. Bir 10 minut atrofida zigirlanning rangi chiqdi. Undan keyin pak chaqab tayyor qilib olamiz. Tarxamak savzilarni inchga qalamchi qilib, ya'ni sirqib to'g'rab tayyor qilib olamiz. Ajrimiz yadi qolmasin, qo'llashimizdan bir tal yurkinglarni besinglar biz hunar o'rgatyapmiz. Nadik filmlarni bek qo'llaydi ekansizlar, ama hunarni o'rganib qo'yinglar, asqatadi kina. Yuraklim besib, inkas rayonga 6 raqamlarni, gullarni, xo'baglarni yo'llab qo'yinglar. Yultuzni besib saqlab olinglar do'stlar. Samsaqda muvofiq miqdorda chanib olgandan keyin keskin laza, ya'ni gellajada muvofiq miqdorda solamiz. Qazınımızga yerim çimish may qo'yib, may qizg'andan keyin mayni ustiga qo'yib dog'lab olamiz. Tiyimizning ozjiqligi qarta tuzdan 2 qo'shiq, shakardan 2 qo'shiq, vejingdan 1,5 qo'shiq, jijingdan 1,5 qo'shiq selib olamiz. Endi buningga so'g'uq seylarning cho'mchida cho'ng yerim, shingchojang yo, oqachiq suvdan 1,5 qo'shiq selib olamiz. Oxirida oz miqdorda shangyu qo'yayotgandan keyin tekshi aralashtirib tamlandiramiz. Ahırda mı soğuk sen texim ölçemlik ögensen bulti kebapxana, nurimanxana, naşlıqxana, keşik pazarlıq içqidek ögensen bulti davatqan dostlarga Ündidarda çoğun tiptiki bir meydan ders orlaştırmakçı 20 xil soğuk seni 98 yuanga ütüp qo'yamiz. Hunarning qadrini bildigan do'stlar Ündidar qo'shsanglar bo'ladi. 138